Assalomu alaykum, Baxt media kuzatuvchilari, hammalaring yaxshimisizlar? Xonadonlar tinchmi? Yaxshi yuribsizlarmi? Yana bugun birgamiz Baxt media bilan, xudo xolasa, Dubaydada Oqsaroy to'yxonasida. Qolaversa mana ajoyib san'atkor qizimiz, so'z ustasi, ham ajoyib qo'shiqchi Muslimaxon Niyozova bugun biz bilan birgalikda mehmon. Xudo xolasa, masjidimizni bugun qo'shiqlarini kuzatasizlar, qo'shiqlardan bahramand bo'lasizlar. Xudo xolasa, ma'qul kelsa xizmatga aytaverasizlar, birga Baxt media bilan bor chiroyli xizmatlarni qilaveramiz. Muslimaxon chiroyli tilaylar. Biraz Baxt mediaga ham ishlarga, ijodkorlarimizga omad tilaymiz. Chiroyli xizmatlar qilish bizga nasib bo'lsin. Iloyim, mana bugun Baxt media orqali kelib xizmat qilyapmiz. Xudo xolasa bundan bag'yan shu inson orqali kelib ko'p yo'llarda xizmat qilaylik. Muslimaxon Xudo xolasa inshaalloh nasib qilsa bir duet bosh bo'lib yurmoqchimiz. Kuzatuvchilar shunga bir fikr bildirib yuborasizlar, fikr berib yuborasizlar. Organizatorlarimizga katta rahmat, shunaqa to'ylarimizni chiroyli qilib tashkillashtirib berishyapti. Hamisha xizmatlar qilib, charchashmasdan ishlariga omad tilaymiz. Assalomu alaykum, Baxt foto studiyasining ashaddiy muxlislari, kanalimiz kuzatuvchilari, hammalaring yaxshi kayfiyatda. Xudo xolasa bugungi xizmatimiz Go'ydada mehmon san'atkorimiz yana Jo'rabek O'ynazarov bo'lishadi. Xudo xolasa chiroyli ona haqida yana qo'shiqlarni so'rashgan bular. Kelib chiroyli o'tkazib ketamiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Baxt media faqat sizlar uchun ishlaydi.